Bolg'uz kuyov kim ekan? Traktorchi, qizim o'shaniki, qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yini keyinroqqa beradi, olib ketaversin, olib ketaversin. Hozir Lubay qishlarda traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Raislar ham baland turibdi, mana yoziladi. Qarang, oldin bir traktorchi kelib o'tirsa, 4 ta odam o'rnidan turib ketib qolgan. Shu bilan osh yeyman men. Hozir traktorchi kelmasa osh suzilmayapti. Rostdan ham shunday. Mana yo'llarda ko'rganmiz, bitta kombayn, masalan, bug'doy o'rib turibdi, 50 ta odam ko'chada turadi. Hammasi qorni och, qanaqa traktorchi, bu to'xtasa bo'lmaydimi? Ovqat pishib o'tib ketdi, lanjib ketdimi? Qarang, o'sha kelib to'xtasa, qo'llariga suvlarni quyib yuborgan, aynalar emas, importni bir qanaqadir sovuqlar olib kelib qo'ygan. Yuvib, chiroyli qilib, artib, qo'llarini kelib o'tirgandan keyin boshlab bergandan keyin qolganlar tapar yeb qo'yapti. Sartarosh ham o'sha yerda, doktor ham o'sha yerda, bitta traktorchida hamma narsa bor-da. Sartarosh